Ko'pchilikka chiqqanimizda yoki nikohgacha qiz va yigit o'zini shartlarini, talablarini aytishadi va ba'zi shartlar bo'ladiki, unda juda qattiq turib olishadi. Imkoniyati yo'q, aynan hozir qilishga sharoit yoki imkoniyati yo'q bo'lsa ham qattiq talab qilib olishadi. O'zi shunaqa qattiq, keskin talablarda turib olish to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Ha. Meni shaxsiy fikrim ha. Nimaga? Chunki yana o'ylan shu tajribamizda 10 yildan ortiq shu narsani ichida yurgan bo'lsak va mingdan ortiq oilalar bilan suhbatlashgan bo'lsak, bevosita ko'pincha tushunmovchiliklar, nizolar, o'sha boshida aytdik-ku, va'dalarni beradi, xo'p deydi yoki bo'lmasam yo'q deydi. Keyin o'shalarga amal qilinmaydi. Yoki bo'lmasam boshida kelishib olinmagan narsalar haqida talab qilinishlik boshlanadi. Menimcha hamma narsa haqida gaplashishlik kerak. Eng nozik, eng jiddiy, eng katta hamma nimaiki sizni hayotingizga ta'sir o'tkazadigan narsalar bo'lsa, siz uchun o'ta muhim bo'lgan narsalar bo'lsa, bu narsalarni albatta erkak ham, ayol ham aytishligi shart deb o'ylayman. Kelishib olishsa, agar mabodo to'g'ri kelmadimi, o'sha boyam aytib o'tdik-ku. Undan ko'rasa hali oila qurilmasdan, bolali bo'lmasdan turib, zaksda hali pechatlar bosilmasdan turib ajrashib ketgan afzalroq bo'ladi-da. Keyinchalik bir oilani buzilgandan ko'ra, ya'ni ajrashgan va bolalar tirik yetim bo'lib qolishligidan ko'ra eng nozik talablarni, shartlarni o'sha eng boshida o'sha uchrashuvga chiqqan paytda gaplashib olishlik kerak deb o'ylayman. Demak, ichida hech qanaqa shubha, xijolatlik bo'lmasdan bor ko'ngildagi narsani ochiq-oydin hal qilib olish kerak ekan. Hatto nima qo'limga kitob tushdi, tavsiya qilaman boshqalarga ham, turmush qurishdan avval degan sariq kitobcha. U yerda hatto deyilyapti, farzand tarbiyasi haqida ham gaplashishlik kerak. Ha, hali yo'q tabiiyki farzand yo'q. Siz uchun farzand qanchalik muhim? Ertaga siz uni kim deb, qanday inson sifatida ko'rasiz? Qiz bolani tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi? Masalan, bu farzand tarbiyasida asosiy rolni kim o'ynaydi? Ota-onalarimiz farzand tarbiyasida qanchalik masalan aralashadi? Shu va shu kabi masalalarni, ya'ni hali yo'q, lekin kelajakda bo'lishiga muhim bo'lgan narsalarni ham gaplashishlik kerak. Tushunarli.